Assalomu alaykum. Qiziltepa tumani 13-son bolalar musiqa va san'at maktabi fortepiano sinf o'qituvchisi G'ulom Vasitora. Men sizlarga bugun o'z metod uslubimdan biri krishkada ishlash usulini ko'rsatib o'tmoqchi va bu metod uslubi o'quvchilarni yo'llagan sari tempini oshirishda va qiynalgan joylarida ravon o'tib ketishda juda katta yordam beradi. Visla asarida misol qilib chalib beraman. Visla Polyak xalq qo'shig'i. Birinchisi o'ng qo'l krishkada, o'ng qo'l partiyasi krishkada va chap qo'l partiyasi fortepianoda chalinishi kerak. Sanagan holatda barmoq bilan. Va shu narsa teskarisi, chap qo'l krishkada, o'ng qo'l partiyasi esa fortepianoda. Va ikki qo'l ham krishkaning ustida chalinishi kerak. Har bitta usulni ko'p marta takrorlab borish shart, 10-15 marta, 10 marta takrorlash kerak. Bu holatni krishkaning ustida chalishni bir 10 martadan kamida chalinish shart va ko'zni yumgan holatda ham chalsa juda katta yordam beradi.